Mana qaranglar qizijonlar, bir oylik naborimni sizlarga tavsiya qilaman. Bu bir oylik naborimning ichida to'liq bir oylik dreyni, kokteyllari, qon ko'paytirish uchun temir moddasi, yosharish uchun morskoy kollagen va albatta ichaklarimiz tozalanishi uchun detoks tashkil qiladi. Bu bir oylik naborim skidka narxida faqat oy oxirigacha amal qiladi. Bu naborimni olgan ayollar bir oyda 5 kilodan 15 kilogacha sog'lom vazn tashlaydi. Ichaklari yuvilib, tozalanib, kolitdan, har xil yuzidagi toshmalardan xalos bo'lishadi. Gemoglobin miqdori oshadi va albatta bir oy davomida 7, 8, 10 yoshgacha go'zal holatda yosharish kuzatiladi. Bu naborim ichida albatta drain effektimiz bor. Atiqlarimiz yuvib tozalanadi. Juda ham chiroyli holatda organizm asosan ob'yomdan qisqarishiga va ishtahangizni nazorat qilishga ishlaydi. Jigar hujayralaringiz, pochkalaringiz va albatta siydik yo'llaringiz tozalanadi. Kokteyller bilan bo'lsa eng birinchi o'rinda asosiy keraksiz kilogrammlar ketadi va sizda eng go'zal holatda qayta vес yig'maslik kafolatlanadi.